Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Xohlasa bitidan like bosib, kommentariyaga otdanga rahmat deb turing. Hoji aka, bugun bor. Siz izlagan narxda bugun siz izlagan qo'ylar chiqadi. Hoji aka, videoda o'tkazmasa oxir o'tkazib turing. Qo'ylarni ko'rsating aka. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, barchalaringizga xayrli kun. Mana bugun biz qalpoqli bolani oldiga kelganmiz. Like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turamiz. Qo'ylarni o'ta bombasini bugun video syomka qilamiz mana. Qalpoqli bola bular endi sonlari nechta bo'ladi? Soni 8 dona. 8 dona. Ha, yarichkadan yetib keldi. Xohlasa bomba bo'ladi bugun narxi ham. Kanalda yangilik qilaman bugun. Bo'ldi bugun. Narxni sindirasiz inshaalloh. Pachaqlayman bugun. Narxni pachaqlaysiz endi inshaalloh. Yutda bo'lmagan narx bo'ladi bugun. Yutda bo'lmagan narx. Bo'ldi. Inshaalloh. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar obunachilar. Bularda narx qanaqa bo'ladi endi? Bular narximi 6,5 million so'mdan ketaveradi. 6,5 ming so'mdan ketaveradi. Narx sindiraman dedingiz, bo'ladiganda. 200 dan o'taman. Yana inim bo'lmaydi u narx. Yana 200 dan o'taman. Sindiraman dedingiz. 6 million 100 ming so'mdan bo'lyapti. Bo'ladimi? Hammasi bir joyga, optimda. 6 million so'mdan ketaveradi. Dastlabkasi qanaqa bo'ladi endi buni? Dastlabkasi meni bo'ynimga. Dastlabki umuman o'ylashmasin. 12 viloyatga yetkazib olib beradi. Yetkazib oladi. Ha. Uy bo'lsa bo'ldi. Uy bo'lsa bo'ldi. Uy bo'lsa bo'ldi. Mana obunachilar hurmatli. Qani, inim qo'lni beringchi. Yana o'tadigani. O'tadiganimi hammasini olsin 5 million 800 ming so'mdan ketaveradi. Qayerga o'tib beriladi yana? Qayerga o'tib beriladi. Ya'ni obunachilar bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Toza qirg'izni qo'y. Bo'ybasti qanaqa bo'ladi endi? Bo'ybastimi? Pasti 80 chiqaveradi qo'yiladi. Pasti 80 chiqaveradi. Pasti 80 chiqaveradi. Bo'ldi, hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin, bemalol. Nomerda aytib qo'yingchi endi Tolibboy qani qalpoqli bola? 93lik. 93lik. 167. 167. 26. 26. Ha. Bo'ldi, aloqaga chiqishlaring mumkin. Hurmatli obunachilar, videoda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr so'rayman. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.